Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xamrakulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz Uzbom TV obunachilari, sizlar bilan bugungi ko'rsatuvimizda internet tarmoqlarida rosa hit bo'layotgan bir mavzu patent atmena bo'pti. Ya'ni patent bekor bo'lyapti va O'zbekiston fuqarolariga deportni ham bekor qilishibdi. Shu narsa haqida o'zimni точка зрением, o'zimni qarashimni aytaman. Bu narsa shunchalik yolg'onmi yo ozgina rostmi? Qani unda biz boshladik. Patent bekor qilinibdi. Ikkinchi mavzu O'zbekiston fuqarolariga deportatsiya bekor bo'libdi. Bu narsalar hammasi cho'pchak, ishonib yurmanglar. Hozirgi kunda ko'p blogerlar, Qo'shtirnoq ichidagi blogerlar, ya'ni pudi blogerlarmi kim deb o'ylaymiz buni, shular patent bekor bo'ldi, patent bekor bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Vladimirovich bilan ko'rishadi, shu patent haqida gaplashadi. Uverin bo'lmanglar. Chunki boshqa temalar hali ashincha ular gaplashadigan boshqa mavzular ashincha azizlar. To'g'risi, ular ko'p. Shavkat Mirziyoyev hozir Vladimir Vladimirovich bilan ko'rishsa, faqat bu tema haqida gaplashmaydi. Chunki patent Rossiyaga shunchalik katta mablag' keltiryaptiki, Rossiya bundan voz kecha olmaydi. Tasavvur qiling, bitta odam 3000 rubldan, yo'q deganda bitta odam 3000 rubldan bir oyga nalog to'layapti, patent to'layapti. Ikkita odam 6000 bo'ladi, to'rtta odam 12000 bo'ladi. Bu o'sib ketaveradi, bu katta pul orada. Million, milliard rubllar bu yerda rol o'ynayapti. Albatta Rossiya bundan voz kechmaydi, chunki O'zbekiston fuqarosimi, boshqa Tojikiston fuqarosi bular uchun neft, qora olmos, qora oltin. Shuna qilib Rossiya o'ziga pul topadi. Shuning uchun bu zakon hozirgi kunlarda, mana shu tez kunlarda bu zakon kirishi Rossiya Federatsiyasiga, Rossiya Federatsiyasi patentni bekor qilishi bu hozircha yo'q. Balkim bo'lishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari ham Qirg'iziston Respublikasiga o'xshab, shu fuqarolariga o'xshab patentsiz yurishi mumkin. Qirg'iziston Respublikasini patenti bekor qilingani yilni boshida bo'lgan. Yilni boshida yanvar oyida qabul qilingan shu zakon. Yanvar-fevral oyi biz kutganmiz. Mart aprel уже odamlar patentini to'lashmasdan undan u yog'iga odamlar patentini to'lamagan. Aytib o'tmoqchimanki, shu katta shunaqa zakonlar yilni boshida bo'ladi. Agar bu yili bo'lsa, 2018-yilda, masalan, yanvar-fevral oyida уже bu zakon kiradi, qabul qilina boshlaydi. Yanvar-fevral oyida, 2018-yilda yanvar-fevral oyida bu zakon qabul qilina boshlaydi. Endi keyin yana yildan O'zbekiston fuqarolari balkim Xudo xolasa patentsiz shu patentini pulini o'zini ona yurtiga jo'natib bemalol xursand bo'lib yursa bo'ladi. Bu ham bir orzu. Albatta uchrab qolishi mumkin. Ko'p odamlar xursand bo'lyapti, chunki ashi pulni ham ona yurtimga yuborsam bir necha narsalarim ro'yobga chiqishi mumkin deb o'zimizni aka-ukalarimiz o'ylayapti. Bu ham yaxshi. Lekin bunaqa yolg'onlarga ishonib turib bemalol bo'lib qolmanglar. Patentni to'lamayman deb patentni datasidan o'tib qolib deport bo'lib ketish. Mana deportatsiya nima degan narsa? Deportatsiya hali Qirg'iziston fuqarolariga ham, Tojikiston fuqarolariga, Turkmaniston, O'zbekiston hech kimga hali bekor qilinmagan. Deportatsiya. Agar siz Rossiya Federatsiyasining zakonini buzsangiz, Rossiya Federatsiyasining zakonidan chegaradan tashqari chiqib ketsangiz, masalan, xuliganlik qilasizmi, farshiviy dokumentlar bilan yurasizmi, xuddi shunaqa bo'lsa, sizni albatta deport qiladi. Chunki siz Rossiya Federatsiyasining zakonini buzyapsiz. Bular agar siz ularning zakoniga bo'ysunmasangiz, jiddiy sizni albatta chiqarib yuboradi. Chunki siz bizdan akalar Rossiya Federatsiyasida juda ko'p. Kerak emasdan deb deport qiladi. Qirg'iziston bo'lasizmi, O'zbekiston bo'lasizmi, deportatsiya bekor qilinmagan. Bekardan bekar deportatsiya qilish bekor bo'lingan bo'lishi mumkin, lekin polностью deportatsiya bekor bo'lmagan. Bunga ham ishonib yurmang. Dokumentlaringizga iloji boricha hushyor bo'ling. Chunki ko'p aka-ukalarni ko'ryapsiz. Shu Sankt-Peterburgda o'zingiz ham uchratgan bo'lishingiz mumkin. Aka-ukalar kelyapti, pasportlarini yo'qotib qo'ygan, patent srogini o'tkazib yuborgan. Kelib, do'stim, yo bo'lmasam akam yo ukam, xaltura yo'qmi deb oldimizga kelib so'rayotgan aka-ukalarni ham ko'rdik azizlar.
Shuning uchun dokumentlarga o'ta hushyor bo'ling, chunki hammamiz musofirmiz. Dokument bu Rossiya Federatsiyasida ozgina katta rol o'ynaydi. Shunaqa cho'pchak narsalarga ishonib, o'zingizni bemalol qilib qo'ymang. Bu temamizni turdikda ikkinchi temamiz azizlar, ikkinchi mavzuyimiz shundan iboratki, birinchi videorolikimda hammalarga aytib o'tgandim, kollej, ya'ni Rossiya Federatsiyasining kollejiga qanday qilib topshirsa bo'ladi. Opisaniyada ssilkasini qoldiraman, bemalol bosib ko'rishingiz mumkin. Farzandlaringizni, o'zingizni, boshqa qarindosh urug'laringizni Rossiya Federatsiyasiga olib kelib albatta o'qiting. Chunki bu yerda katta znaniya, ya'ni aqlli bo'lib ketishingiz mumkin. Masalan, men unchalik aqlli bo'lib ketmadim, lekin Rossiyada yaxshi o'qitadi. Malayziyalarda ham yaxshi o'qitadi, lekin Rossiyada o'zimizga qaraganda jicha yaxshiroq o'qitadi. Endi bu men o'zimning точка зрениям. Sizniki bilmadim qanaqa. Azizlar, mana kollejga biz kirdik, kollejda bitiramiz. 3 yil 10 oydan keyin yo bo'lmasa 2 yil 10 oydan keyin kollejni bitirdik. O'rta ma'lumotli bo'ldik. Endi qayerga borishimiz kerak? Albatta, universitetga. Universitetga borishimiz uchun o'zimiz kollejimizda o'qigan, qaysi professiyada o'qidik? Yuridiskiy kollej bo'lishi mumkin, meditsinskiy kollej bo'lishi mumkin va hokazo, injener. Shunaqa o'zingizni professiyangizni kollejda o'qidingiz, yo O'zbekistonda o'qidingiz, yo Qirg'izistonda o'qidingiz shu kollejda. Diplomingizni olib keling. Diplomingizni olib keling. Rossiyada shu diplom bilan, lekin ekzamendan o'tasiz. Ekzamendan o'tishingiz kerak. Hozir kollejlarda, universitetlarni saytlariga kirsam, har bitta universitetlarda har xil ballar ekan. Masalan, men hozir sentyabr oyiga iyunnisidan 17-iyundan 27-iyungacha ekzamen topshirish kerak ekan. Dokumentlar bilan ekzamenlar topshirish kerak ekan. Shu borib ballarini ko'rsam, bittasida ko'rdim 220 ball. Bu 220 ball olsangiz kirib ketasiz o'sha kollejga. Lekin kontraktga, byudjet emas. Иностранный гражданlarga faqatgina kontrakt. Afsus. Shuning uchun yaxshi ballar olishga harakat qiling. Agar 150 dan past ballni oldingizmi, bo'ldi. Siz kira olmadingiz. 180, 190 bo'lsa, jicha variant kirib qolishingiz ham mumkin. 220 ball ekan. Ba'zilarda 250 ball. Bu universitetning qanaqaligiga qarab, azizlar. 3 ta fandan, 4 ta fandan ekzamen topshirasiz. Bu yerda har bittasida rus tili bor. Rus tili biz uchun bor. Chunki biz rus tilini yaxshi bilishimiz kerak. Endi boshqalarga ham bor albatta, lekin rus tilida Rossiyada topshiryapsizmi? Rus tili bo'ladi. Ingliz tili ham bo'lishi mumkin u yerda. Matematika ham bo'lishi mumkin. Vысшая matematika. Meditsinadan qaysidir bir fanlar bo'lishi mumkin. 4 ta, 5 ta. Qaysi yo'nalishga ketyapsizmi, ana shu yerdan sizga fanlar ajratib beradi. Shu fanlardan siz jicha подготовительный kurslar qilib turib, tayyorgarlik kurslari qilib turib, universitetlarga topshirib, universitetda o'qishingiz mumkin. Univers kollejga qaraganda o'ta qiyin. Universitetda o'ta qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Voy. Bum bum uz bum. Shu to'xtalib o'tganimizdek, universitetda ozgina qiyinchiliklar bo'ladi azizlar. Shuning uchun o'qish va o'qish degan, o'qisang bo'lasan dano, o'qimasang bo'lasan xana. Shunaqa azizlar. Va yana bitta videorolikimda aytib o'tganimda, shu videorolikimda ham ko'rsatib o'taman. Afterbox, softbox degan narsa 500 ta like yig'ilsa qanday qilib qilganimni ko'rsataman degan edim. Hozir sizlarga shu Uzbom TVning kichkina bo'lsa ham studiyasini ko'rsatmoqchiman. 1, 2, 3. Azizlar, mana ko'rganingizdek, ovozim sal bo'lsa ham eho bo'lyapti, chunki shu yerda mana bizni prosessor, hozirgi video rolikimiz shu yerda olingan. Mana ko'rib turganingizdek, kreslo oddiygina va oddiygina shu material plus 100-500 dan o'g'irlangan deb kommentariyada yozganlar. Va mana Uzbom TV plakatlari meni o'zim obunachilarim yuborgan. Bu самые важные narsalar, mana ikkita hozir projektorlar yonib turibdi. Bu projektorlar menga issiqlik 12%, 12 gradus issiq olib keladi shu yer. Peshanaga 12 gradus issiq beradi. Bu yerda ko'p o'tirish ham odamga katta ziyoni bor. Bu yerda mana oddiy bitta lampochka, nima orqa fonda jicha oqartirib berish uchun. Ammo bu yuzni oqartirib berish uchun. Agar siz o'zingiz kelajak bloger bo'lsangiz, bemalol
shu narsalardan foydalansangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Bular o'chdi. Mana. O'chdi. Mana ko'ryapsiz. Bu projekt oddiygina nimadan qo'l bilan qilingan. Sizlarga aytaman. Oddiygina karton, izolenta, skotch, ichida falgani bilsangiz kerak va manaka selfie palka. 1400 rubl tursa kerak adashmasam. Shunaqa palka knopkalari bilan. Buni menga bir do'stim sovg'a qilgan. Shu palkani shunaqa projektorga ilib qo'ydim. Bu softbox. Va oddiygina oq material. Bu material nimaga kerak? Bu material odamning yuzini oppoq qilib beradi. Agar buni olib tashlasangiz, nur har butun joyga, masalan, bu yerga chachilib ketadi. Polniy chachilib ketadi. Material qilib qo'ysangiz faqat yuzga beradi. Yuzni oppoq qilib turadi. Bu shtativimiz yangi. Bu shtativda oldingi shtativ emas. Bu shtativ sal kuchliroq va qalin. Bittasiga tegsa ham shtativ sinmaydi. Xuddi shunaqa. Bu Wi-Fi, bu ko'rasizlar. Mana shu lampochka. Bu lampochkani men qo'yishimdan maqsad shu mono devor oqarib tursin deb. Shunaqa protsessor, syomka jarayoni xuddi shunday bo'ladi. Agar siz kelajak bloger bo'lsangiz, marhamat, xuddi shunday qilib qurib, boshida shunaqa ishlasangiz bo'ladi. Kelajakda yana o'zgarishlar bo'lsa, albatta sizlarga ko'rsataman. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek, shunday studiya, kichkina bo'lsa ham studiya, bu Uzbom TV ni, ya'ni o'zim qilgan studiyam. Ba'zi biringizga yoqmashi mumkin, ba'zi biringizga albatta yoqadi, chunki bu bola harakat qilibdi deysizlar. Bular albatta meni 11 mingta obunachilarim uchun 11 mingta. Bulardan aktivniy 4 mingta, 5 mingta bo'lsa ham shularga ham rahmat. Hozirda mana yarim yildan oshiq YouTube'daman ekan. Shu narsalarga erishdim. Kelajakda xudo xolasa sizlarni prosmotr, ya'ni shu videoroliklarda like qoldirishib, kommentariy qoldirib tursanglar, bundan-da zo'r narsalarga erishamiz. Azizlar, shuning bilan ushbu videorolikimiz yakuniga yetdi. Agar sizga videorolikimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna tugmachasini ham bosib qo'ysangiz, biz bilan siz zerikmaysiz. Kelgusi roliklarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr do'stlar, omon bo'ling.